Barchaga assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizlarga mana bunaqa go'zallik ko'rsatmoqchiman. Bu go'zallikning nomi anjir. Ana. Lekin bu hozir birinchi hosili, shuning uchun birozgina anaqa po'kka bo'ladi-da. Birinchi hosil bo'lganligi uchun. Xo'p. Qandaysizlar? Charchashmayaptimi o'qish bilan? Mana bu tomonda olmalarimiz. Go'zal, a? Ajoyib. Kecha mana o'tini yurdim bu yerda. Qurishda turibdi bu yerda. Bu yerda endi kulupnaylar. Bularni albatta ko'rgansiz. Bu yerda pomidorchilarimiz. Bu yerda men Instagramga mashhur qilgan o'sha beda va bu tomonda ham mana anjirlar bor. Maşallah, maşallah. Sigmasini yaxshi. Bu tomonda o'zbekchasi nima deydi buni? Olxo'ri deydimi? Sliva. Bu sar mana bunaqa uzunchog'rog'i, dumaloqlari уже pishgan. Uzunchog'i hali pishmagan, endi pishadi. Endi pishadi. Mana shunday tabiat qo'ynida aylanib yuribmiz hozir. Osmonning musaffoligini qarang. Ancha bo'lib ko'rsatmaganimga. Tak, bu yoqda yong'oqlar. Agar kim shaharda yashasa va yong'oq qanday o'sishini ko'rmagan bo'lsa, hayotda mabodo yong'oq o'tishini ko'rsa. Aba. Sen ne dursan sen? Hop. Salam alaikum. Waalaikum assalam. Salam alaikum. Waalaikum assalam. Bu yerda hozir yotish kerak, faqatgina dam olib. Bu hafta xudo xohlasa sal salqin bo'lar ekan havo. Bu degani bemalol yurishimiz mumkin degani. Maza qilib. Hozir tuman markaziga borib kelishim kerak, bir ikkita ishlarim bor, lekin to'g'risini aytsam unchalik ham yoqmayapti Erniyapdan chiqishga. Lekin chiqib kelishim kerak. Bundan oldin bir hozir izohlarga ko'zim tushdi. Nafaqat menda, balkim hammada shunday ekan. Aynan o'qishga yozilaman, kursga yozilaman degan o'quvchilarning aksariyati ustozlardan ustoz kursingizni bitirgandan keyin garantiya berasizmi natija olishga degan izohlar, kommentariyalar yozishar ekan, so'rashar ekan. Hayron qolasan-da kishi qanday qilib ustozdan bunaqangi savolni so'rash mumkin. Xuddiki bu nima? Mana hammada gym bor, to'g'rimi? O'sha sport zallar bor. Sport zalga borgandan keyin agar u yerda siz shug'ullanmay prosta borib keladigan bo'lsangiz, u sport zal sizga natija beradimi? Albatta bermaydi. Bu yoqqa borgandan keyin shug'ullanish kerak, o'sha toshni ko'tarish kerak, ovqatini to'g'irlash kerak. Va o'zini dietasi bor. O'zini og'irlik o'sha nimalari bor. Trenirovkani ham birdaniga qiyin qilmaysiz-ku. Tanangizni kuchidan kelib chiqqan holda trenirovka qilasiz. Oziq ovqatingizni ham o'shanga yarasha qilasiz. Siz bir oyda bir marta borib 5 soat trenirovka qilganingiz sizga hech qanaqa foyda bermaydi. To'g'rimi? Ya'ni natijani ko'rmaysiz. Siz bir oyda 10 soat trenirovka qilishingiz mumkin. Shu bir kun, 30 kun, har 30 kunda borib 10 soatdan trenirovka qilib kelganingiz bilan siz bir yilda siz xohlagan natijani ololmaysiz.
sizga natija beradigan narsa o'sha zalga borib yoki stadionga chiqib har kuni hech bo'lmasa 20 minutdan trenirovka qilishingiz kerak. Nimaga? Birinchidan bu narsa sizda odat shakllantirib boradi. Ikkinchidan sizni tanangizni o'sha og'irlikka moslashtirib, nima deydi, qobiliyatni shakllantirib boradi. Ya'ni tanangizni kuchini sekin-asta ko'tarib rivojlantirib boradi. Undan keyin 1 oydan keyin, 2 oydan keyin siz sekin-asta qiyinlashtirishingiz mumkin programmangizni, to'g'rimi? Bu yerda ham xuddi shunday. Agar siz borib biror bir kursga, nafaqat bizning kursimizga, har qanday kursga, har qanday o'qituvchining kursiga borib agar o'qimaydigan bo'lsangiz, faqat ustozga qarab turib, kursni bitirgandan keyin garantiya bormi ustoz? Tam 6,5 IELTS olishga ustoz demasdan kursga yozilgandan keyin o'qish kerak. Kurs nafaqat bizning kursimiz, balkim boshqa o'qituvchilarning ham yaxshi o'qituvchilar bor, haqiqatda zo'r o'qituvchilar bor. U faqat ingliz tili emas, u boshqa fanlar bo'lishi mumkin, boshqa kasb, ko'nikmalar bo'lishi mumkin. Haqiqatda o'z ishining ustalari bor. Va hech qaysi ustoz o'quvchisiga garantiya bermaydi. Hech qaysi kafolat berilmaydi, unaqa narsa qilinmaydi. Javob beraman 6 oyda men seni cho'tka qilib beraman degan narsa yo'q. Faqatgina o'quvchi o'qisagina kafolat beriladi. Har qanday yaxshi ustoz o'zini mahsulotiga kafolat beradi. Biz ham xuddi shunday. Men ham o'zim yaratgan, endi qanday yozib chiqargan kursimga kafolat beraman. 100% kurs ideal qilingan. Juda sodda, lekin juda puxta ishlab chiqarilgan kurs. Va aynan 0 dan o'sha minimum 6,5 darajaga chiqmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun qilingan kursda bu. Agar o'quvchi o'qisa, hamma materiallar bor, hamma kerakli metodikalar berilgan, o'sha eshitish, gapirish, yozish, o'qish, lug'at o'rganish, hamma metodikalar berilgan. Lekin agar o'quvchi shalpayib, bir o'qib, bir o'qimay, yoki bir haftada bir kun 10 soat dars qilib, mana shunday nima deydi? Davomiy bo'lmasdan, doimiy harakat qilmasdan yuradigan bo'lsa, tabiiy ravishda o'quvchidan natija kutib bo'lmaydi. Unaqangi o'quvchilar vaqtni behudaga, o'sha 5-6 oy vaqtni behudaga sarflagandan keyin kurs ichida chiqib olib, mana natija bo'lgani yo'q, biz o'qidik. Nima, biz to'lab qo'ydik o'sha pulini, lekin ustoz natija qilib bera olmadi deb ustozga to'nkab qo'yishadi. Ustoz senga nima? Ustoz natija qilib berish kerakmi senga? Sen natijani qilasan. Sen o'qisangina natijang paydo bo'ladi. Ustoz vazifasi, har qanday ustoz vazifasi bu sen bormoqchi bo'lgan manzilga yo'lni ko'rsatish va o'sha yo'lni yoritib berish. Mana shu. Sen u yo'ldan yursangina manzilga borasan. Agar yo'ldan yurmasdan bu yerda tipirchilaydigan bo'lsang, o'sha turgan joyingda tipirchilab, mana baliqday shalpalayib turaverasan. Shuning uchun aziz va mo'tabar jigarlar, bedani ko'rmoqdamisiz? Bu beda yaqinda o'riladi, xudo xohlasa inshaalloh. 8 minutdan buyon gapiryapman ekan. Yaxshilab o'rib, tozalab, buni ham tepaga bosib qo'yamiz bu yoqqa. Shunday ekan, har qanday o'qituvchining kursiga yozilganda ham birinchi navbatda siz o'zingizga mos o'qituvchini toping. Qanaqa o'qituvchi bu? Sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Kursi sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Metodikasi qanaqa? Ana quloqqa lapshani osadigan o'qituvchi emasmi? Chunki men bilan bog'langan ba'zi o'quvchilar shunday deyishyapti, kursga yozilamiz ustoz. Yozilgandan keyin 2-3 kundan keyin shunday bloklab qo'yishadi. To'lovni qilamiz, bloklab qo'yishadi yoki kurslari вообще dabdala deyishadi. Endi men nima deydi, u baho berguvchi emasman. Men просто menga yozayotgan o'quvchilarning fikrini aytyapman sizga. Shuning uchun kursga yozilishdan oldin birinchi navbatda o'zingizni maqsadingizni aniqlab oling, undan keyin o'zingizga kerakli sifatni aniqlab oling. Undan keyin eng asosiysi o'qish kerak. Harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Inson mehnat ichida yaratilgan, inson kayf safo ichida yaratilmagan. Bizning har bir kunimiz mehnat bilan o'tmasa, u kun hisobga kirmaydi. Biror narsaga erishish bu dunyoda, misol uchun ovqat yeyman desangiz, ertalabda u ovqatni nima qilish kerak? Tuxum qovurishni. Tuxumni olish kerak xolodilnikdan, gazni yoqish kerak, skоворodkani qo'yish kerak, moy qo'yish kerak, undan keyin qovurish kerak, undan keyin yoniga pomidor, bodring to'g'rayman deysiz.
Ya'ni bu mehnat, qorin to'yg'izirish uchun mehnat qilish kerak odam. Nimaiki qilmaylik, qanaqa ko'nikmani, qanaqa bilimni olishga harakat qilmaylik, hammasi mehnat asosida bo'ladi. Agarda siz manqurtda yashab o'taman desangiz, yana 5-6 yil sabr qiling. Sizni miyangizga hozir уже mana Neuralink, Elon Musk'ni kompaniyasida Neuralink miyaga chiplar o'rnatyapti. Yana 2-3 yil sabr qiling, sizni ham miyangizga shunday chip o'rnatadi. Tayyor biorobotga aylanasiz, qolasiz. Undan keyin na bir tilni o'rganishingiz kerak bo'ladi, na bir ko'nikmani o'rganishingiz kerak bo'ladi. Hamma bilim ko'nikmangiz o'sha chipning ichida turadi. Agar chipni shunday miyangizdan sug'urib oladigan bo'lsa, siz shunchaki nima deydi, go'shtga aylanasiz, qolasiz. Agar sizga shu narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, 2-3 yil sabr qilasiz, ommalashadi bu texnologiya, arzonlashadi, miyangizga o'rnatib olsangiz bo'ladi. Undan keyin sizda bir tiyinlik, bir insonlik qadringiz qolmaydi. Agar siz bunaqangi hayotni yashash niyatingiz bo'lmasa, unaqada mehnat qilishga majbursiz. O'z ustingizda ishlashga majbursiz. Yangi bilim va ko'nikmalarni orttirishga majbursiz. Ayniqsa hayot uchun zarur bo'lgan, yashash uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni orttirishga majbursiz. Boshqachasiga bo'lmaydi. Kayf safo qilib yashash hozirgi dunyoda juda ham nima deydi, mainstreamga aylanib qoldi. Juda ham kimga qaramay Instagramga kirasam, YouTube'ga kirasam, hammada kayf safo, hamma wine, pine, qizlar, restoran, qimmat iPhone 17 Pro Max Plus terabayt ultra bir narsalarda kreditga olingan mashina, qars bilan o'tayotgan kiyim-kechak, balo-battar hammasi internetda chiroyli. Hammasi. Lekin hayotda o'zi unaqa emas. O'shalarni hayotini borib bunday kuzatsangiz, ular qancha qiyinchilikdan o'tishyapti. Nimaga? Chunki mehnat qilishni yoqtirishmaydi. Chunki biror narsaga erishish, haqiqatda o'sha narsaga egalik qilish mehnat asosida bo'lishini ular tushunib yetishmaydi. Shuning uchun ham hayotlari qiyin. Shuning uchun ham qaysi teshikka burunlarini suqmasin, hamma teshikdan o'sha muammo bilan chiqishadi. Shuning uchun aziz va mo'tabar jigarlar, o'quvchilar, opalar, singillar, akalar, ukalar, hayotni yengil deb olmaylik. Hayot mehnatsiz, kayf safo bilan o'tadi deb o'ylamaylik. Unaqa bo'lmaydi. Faqat mehnat, faqat maqsadli mehnat qilish kerak. Ya'ni shunchaki men bu narsani doimiy tarzda aytib kelaman. Shunchaki mehnat qilsangiz agar, eshak ham mehnat qiladi. Kuni bilan ertayu kech tinmasdan mehnat qiladi. Maqsad yo'q chunki. Qayoqqa borishi noma'lum. Kuni mehnat bilan o'tyapti, quyosh tagida issiqda qiynalib yashaydi. Lekin agar maqsadli mehnat qilsangiz, siz progressda bo'lasiz. Oldinga siljish bo'ladi sizda. Ya'ni maqsadli mehnat deganda aniq bir konkret maqsad uchun harakat qilish, intilish. Til o'rganish, ko'nikma o'rganish, qanaqadir sohani egasi bo'lish, biznes qilish, nimadir qurish. Tabiiy ravishda agar maqsadingiz biror narsa qurish bo'ladigan bo'lsa, siz unga bir kunda yetib kelmaysiz. Hech qaysi maqsad bir kunda erishilmaydi. Vaqt kerak bunga. O'sha yetishmaydigan ko'nikmalar o'rganilishi kerak. Ko'nikma bir kunda o'rganilmaydi. Hamma narsa amaliyotda, hamma narsa praktikada o'rganiladi. Ingliz tili ham, tillar ham bundan mustasno emas. Har qanday tilingiz faqat va faqat praktikada o'rganiladi. Nazariy kitobdan til o'rgangan inson yo'q dunyoda. Bu narsani ham tushunib olamiz. Mehnat qilgan payti faqat va faqat maqsadli mehnat qilishga odatlanishimiz kerak. Kerakli ko'nikmalar, odatlar shakllanishi kerak. Va eng asosiysi o'zimizda mehnatsevarlik ko'nikma deydimmi? O'sha sifatini rivojlantirishimiz kerak. Mehnatsevarlik sifati esa bizda faqatgina maqsadli mehnat orqasidan rivojlanadi. Agar shunchaki mehnat qilsangiz, maqsadsizda, shunchaki siz qilayotgan mehnatingizni yoqtirmay, nima deydi, bir manqurtday maqsadsiz nima xohlashingizni bilmay o'tib ketasiz. Tabiiy ravishda qiladigan ishingiz ham sizga yoqmaydi. Lekin maqsad qo'yib, o'sha maqsadni amalga oshirish uchun reja tuzib, kunlik, haftalik, oylik, yillik reja tuzib, qadam-qadam har kuni o'sha maqsadga borsangiz, qiladigan mehnatingiz sizda ichingizda xarakter qurib boradi. Xarakter. Mana bu juda ham muhim. Xarakterni qurish juda ham muhim. Chunki
Har qanday maqsad faqat va faqat xarakter orqali erishiladi. Boshqa narsa, nima deydi? Omadingiz kelib qolib, TikTokda yo Instagramda mana bunday qilib o'ynab, tanilib ketib, 2-3 ta reklama sotib, 2-3 ta brend bilan kollaboratsiya qilib 2-3 so'm ishlashingiz mumkin. Lekin o'sha 2-3 so'm sizda xarakterni qurgani yo'q. Sizda odamlarning hurmatini haqiqatdan bunday fanat sifatida emas, haqiqatda vau, men mana shu odamni hurmat qilaman, kimligi uchun degan narsani uyg'otmaydi. Agar qo'lga ilinadigan, tarozida o'sha ves bosadigan inson bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizga xarakter kerak. Xarakter esa aynan maqsadli mehnat orqali qilinadi. Shunday ekan azizlar, ko'p gapirdim bilaman. Lekin umid qilaman tushundingiz. Biz kimmiz? Biz nimani ichida tug'ilganmiz-da? Hammamiz insonmiz va hammamiz mehnat ichida tug'ilganmiz. Mehnatsiz hech narsa bo'lmaydi. Biz nima qilishimiz kerak? Ya'ni biz xarakter qurishimiz kerak. Xarakter qanday quriladi? Faqatgina maqsadli mehnat orqali quriladi. O'sha narsalarni hammasini yo'lga qo'ysak, inshaalloh oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz ana xuddi mo'jizadek birin-ketin amalga oshib borilaveradi. Mo'jizadek, siz hayron qolasiz. Voy, qanday qilib bu shuncha paytdan buyon qolmayotganim, qanday qilib bu narsa amalga oshyapti? Qanday qilib bu amalga oshyapti? Bitta narsani tushunishimiz kerak. Biz qiladigan orzular bizni xarakterimiz, fikrlashimiz va dunyo qarashimiz darajasiga mos bo'lmasa agar, u orzular bizga taqdim etilmaydi, bizga berilmaydi. Qachonki biz o'sha orzularimiz darajasiga ko'tarilsakgina bizga o'sha orzular beriladi. Misol uchun biz ingliz tilini oladigan bo'lsak, agar siz doimiy tarzda o'rganish o'sha odatini, o'sha xarakterni shakllantirmasangiz, doimiy tarzda mehnat qilish nimasini shakllantirmasangiz, sifatini, sizga tabiiy ravishda ingliz tili darajasi berilmaydi. 5.5 bo'ladimi, 9 bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Agar siz ustingizda ishlash odatini shakllantirmagan bo'lsangiz, tabiiy ravishda siz 7.5, 8, 8.5, 9 IELTSga noloyiq bo'lgan odamsiz. Mana shu narsani to'g'ri tushunish kerak. Mehnat qilasiz, maqsadli mehnat qilasiz va inshaalloh natija bo'ladi. Inshaalloh natija bo'ladi. Bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Har doim ham men buni o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytyapman. Har doim ham maqsadli mehnatimiz biz kutgan natijaga olib boravermaydi. Chunki ba'zida biz xohlayotgan narsa, Xudoyim, Robbimiz Qur'onda aytgandek, sizlar suygan narsa sizlarga ziyon bo'lishi mumkin, sizlar yoqtirmagan narsa sizlarga foyda bo'lishi mumkin deydi. To'g'rimi? Mana shunday. Biz maqsadli mehnat qilib biror narsaga intilamiz, lekin Xudoyim bizga u narsani bermasligi mumkin. Lekin yana ham ko'proq maqsad qo'yib, yana ham ko'proq mehnat qilib, yana ham ko'proq o'zimizda kerakli xarakterni, sifatni qurib borsak, Xudoyim bizga o'shundan ko'prog'ini berishi mumkin. Bu tomoni ham bor masalani. Shunday ekan, mana shu narsalarga harakat qilamiz. Umid qilaman foydali bo'ldi bugun ertalabdan. Mana shu ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz agar, kursimizga yozilishingiz mumkin. Bir martalik to'lov 920 ming so'm, 25 hafta davom etadi. 0 dan minimum 6.5 IELTS gacha chiqishingiz mumkin. Mehnat qilsangiz agar. Namuna darsimiz bor, o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. O'sha yerda eng ko'p beriladigan savollarga javoblarni ham berib qo'ydik. Ko'rasiz, o'rganasiz. Eshitish, gapirish, yozish, o'qish, lug'at o'rganish, ko'nikmalari qanday metodikalar asosida qilinish kerakligi to'g'risida ham videolarimiz bor. O'rganib, hammasini kursimizni o'tasangiz, inshaalloh 4-5 oyda 0 dan hech narsani bilmagan holatingizda bemalol minimum 6.5 IELTS olishingiz mumkin. Nimaga minimum deyilayotganligining sababi listening va speaking va reading va lug'at o'rganish ko'nikmalaringiz, biz videolarda bergan o'sha metodikalarimiz hammasi 9lik. 8lik emas, 7lik emas, ular hammasi 9lik.
siz o'sha 5-6 oy ichida o'sha ko'nikmalarni bemalol 9likka chiqarishingiz mumkin. Bu degani, agarda siz ko'nikmalarni qancha yuqori qilsangiz, bu sizni overall darajangizga ta'sir qiladi, overall balingizga ta'sir qiladi. Shunday ekan, sizda darajangiz o'sha 4-5 oydan keyin minimum 6,5 bo'lishi mumkin. 7-7,5 bo'lishi ham mumkin. Buni ham inobatga olamiz. Metodikalar, yana bir marta aytaman, 9lik hammasi. Faqatgina nima qilish kerak? Harakat qilib o'qish kerak. Anjirlar hali pishmagan. 2-3 kunda xudo xohlasa inshaalloh ular ham pishib qolsa kerak. Bu yerda mana bolmani qarang. 20 minut gapiribman, 20 minut. O'ylaymanki foydali bo'ldi. Har doim ham bunday chiqib gapiravermayman. Nima deydi, ilhom kelgan paytda, ichimda qaynab turgan paytda gapiraman faqat. Pomidorchalar ko'rsatayin. Ale hop. Ale hop. Ale hop. Mana baribir qurib ketdi. Bir yaxshi opamiz bizga maslahat berganda, pomidorlarga sal o'zgacha mehr qaratish kerak deb. Uncha vaqtimiz bo'lmadi, lekin qo'ldan kelgancha qildik endi. Mana bu yerda bodring ekkanman. Mana bittasi chiqibdi. Tak, telefonni fokusini sal teginib qo'ydim shekilli-da. Tomonda chiqish kerak. Mana yana bittasi chiqibdi. Mana yana bitta bodring. Hop. Bu tomonda semichka. Semichkaning tagida mana bodringchalarimiz bor. Bu yerda kartoshka. Kartoshkamiz bunisi qizil kartoshka ekan. Tak, yaqinlashtirish qiyin bo'lyapti. Qani qizil? Qayerdan bo'ladi? Mana. Sariq kartoshka, mana bu yerda sariq kartoshka bor edi. Kartoshkani hammasini yig'ib oldik. Videosini tashlab qo'yaman. Mana shu hovli. Mana shu hovli nimani hisobiga bunday? Tabiiy ravishda birinchi navbatda Robbimizning marhamati bu. Birinchi navbatda hamisha. Undan keyin mehnat. Mehnat bo'lmasa agar bu yerda kartoshka misol uchun bo'lmasdi. Chunki kartoshkani ekish kerak-da. Bu yerda olma. Kelasiz, olasiz, yo shunday yeysiz, yoki sokini qilasiz, yoki yaxshilab ezib pavidla qilasiz. Xullas kalom. Bu tomonda mana lov. Lavlaglar. Tabiat mana shunday azizlarim. Mana bu yerda mana makka jo'xorimiz ham kattarib qopti. Bekor qildim deyman, bekor qildim. Okey, buni yopib qo'yamiz. Xo'p, bu xudo xohlasa 2-3 haftada pishib qolsa kerak. Undan keyin bu nima bo'ladi, bilasizmi? Undan keyin bu dumbul bo'ladi. Qaynatiladi yaxshilab. Mazza qilib keyin yeymiz buni. Inshaalloh. Xo'p, mana bu xiren bargi. Bu barg banka qilgan payt ishlatiladi. Marinovka degan narsa bor. Bilsalaringiz kerak. Mana shu marinovkaga ishlatiladi bu narsa. Xo'p, aziz va mo'tabar teletomoshabinlar, yoshligimda boshlovchi bo'lishni orzu qilardim. Mana kichkinagina bo'lsa ham boshlovchilik. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilaman hammangiz xursandsiz va sarflagan vaqtingizga rozisiz. Mehnat qilishda to'xtamaymiz, aqlli mehnat qilamiz va garantiyani birovdan kutishni to'xtatamiz. Garantiya faqatgina sizda. Sizni qiladigan maqsadli va aqlli mehnatingizda. O'shandagina garantiya bo'lishi mumkin biror narsada. Atak olma pish og'zimga tush degan narsa faqatgina kinolarda bo'ladi. Ko'rishamiz.